Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Management of Advanced Medical Devices, ya'ni zamonaviy tibbiy qurilmalarni boshqarish malaka oshirish kursimizning bugun 5-mavzusi. Bu mavzuyimiz uzoq muddatli va operatsion rejalashtirish deb nomlanadi. Tibbiy asbob-uskunalarga ega bo'lishning ustuvor yo'nalishlari kelishilgandan so'ng, shifoxona rejalashtirishning keyingi bosqichlariga o'tishi mumkin. Ya'ni ushbu birinchi rasmda ko'rishimiz mumkin. Ideal holda shifoxona ma'lum tibbiy asbob-uskunalarni sotib olishni shifoxonaning umumiy strategik rejasiga kiritilgan uzoq muddatli tibbiy texnologiyalar boshqaruvini takomillashtirish va jihozlarni rivojlantirish strategiyasining bir qismi sifatida rejalashtiradi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, jarayonlar va harakatlar, ya'ni uzoq muddatli strategik kapital qo'yilmalarini rejalashtirish, operatsion rejalashtirish, natijada uskunalarni rivojlantirish rejasi, kapital qo'yilmalari bo'yicha takliflar va rejalar, yillik operatsion rejalar, sotib olish rejasi, uskunalar bo'yicha o'qitish rejasi. Strategik va uzoq muddatli rejalashtirish. Strategik rejalashtirish kasalxonaning strategiyasini yoki yo'nalishini belgilashni va ushbu strategiyani amalga oshirish uchun o'z resurslarini ajratish to'g'risida qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u strategiyani amalga oshirishni boshqaruvchi nazorat mexanizmlarini o'z ichiga olishi mumkin. U sog'liqni saqlash sohasidagi ehtiyojlar, tendensiyalari yoki talablarni tahlil qilishga asoslangan holda uzoq muddatli maqsad va vazifalarni belgilaydi. Strategiya ko'plab ta'riflarga ega, ammo odatda maqsadlarni belgilash, maqsadlarga erishish uchun harakatlarni belgilash va harakatlarni amalga oshirish uchun resurslarni safarbar qilishni o'z ichiga oladi. Strategik reja odatda uzoq muddatli, masalan, 3-10 yilni qamrab oladi. Bu asosiy prinsiplarni, maqsad va vazifalarni belgilaydi. Demografik, epidemiologik, huquqiy va siyosiy kasalxonalar avtonomiyasi kabi o'zgarishlarni, milliy sog'liqni saqlash dasturlari va maqsadlarni boshqalarni hisobga oladi. Vazifalarni va rollarni belgilaydi. Ustuvor yo'nalishlarni, strategiyalarni va siyosatni belgilaydi. Uzoq muddatli rejalashtirish va strategik rejalashtirish atamalari ko'pincha sinonim sifatida ishlatiladi, chunki aksariyat hollarda strategik rejalar uzoqroq muddatga mo'ljallangan. Katta aniqlik bilan aytganda, uzoq muddatli rejalashtirish va strategik rejalashtirish farq qiladi. Nazariy jihatdan strategik reja uzoq muddatli bo'lishi shart emas. U 1 yoki 2 yilni qamrab olishi mumkin. Shu bilan birga, uzoq muddatli reja strategik bo'lmay, faqat operativ bo'lishi mumkin. An'anaga ko'ra, markazlashgan holda boshqariladigan sog'liqni saqlash tizimlarida hukumat, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi va Moliya vazirligi strategik yo'nalishlari, milliy sog'liqni saqlash dasturlari va ularni moliyalashtirish to'g'risida qaror qabul qiladi. Kasalxonalarda milliy rejalar va dasturlarni amalga oshirish talab etiladi. Kasalxonalarning yillik byudjetlari, chegaralar va faoliyatlarni belgilaydi. Strategik va uzoq muddatli rejalashtirish turli xil bosqichlardan iborat bo'ladi. Qiymatlari, prinsiplarni, vazifani, missiyani, uzoq muddatli maqsadni, qarashni aniqlamoq, harakat va yo'nalishlarning va muayyan maqsadlarning ustuvorligini belgilash, strategik variantlarni va xavflarni va yechimlarni aniqlash va baholash, strategiyalarni, natijalarini va muvaffaqiyat omillarini belgilash. Uskunalarni rivojlantirishni rejalashtirish. Ya'ni kasalxona uchun strategik fikr yuritish va uzoq muddatli uskunalar ehtiyojlarini mos ravishda rejalashtirish orqali qondirish muhimdir. Temple Bird va uning hamkasblari, ya'ni uskunalarni rivojlantirish uchun kasalxona bo'limlari darajasida rejalashtirishni taklif qilishadi. Keyingi sahifalardagi misollar uskunalarni rivojlantirish rejasi qanday bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Tavsiya etilgan misollar shuningdek quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Mavjud uskunalar, ularning holati va kamchiliklari, tiklash, almashtirish, sotib olish yoki ularning muammolarini bartaraf qilish bo'yicha qisqa va uzoq muddatli harakatlar, taxminiy xarajatlar smetasi va shu kabi ishlar. Uskunalarni rivojlantirishni rejalashtirish moliyaviy rejalashtirish bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Uskunalarni rivojlantirishning realistik rejasini tuzish uchun kasalxona uskunalar narxi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak. Agar xarajat kasalxonaning moliyaviy imkoniyatlaridan oshib ketsa, u uskunani sotib olishning muqobil variantlarini ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Masalan, mablag' yig'ish yoki xayriya mablag'lari haqida iltimos bilan murojaat qilish. Uzoq muddatli rejalarda yangi jihozlarni sotib olish bilan bog'liq tadbirlar va xarajatlarni hisobga olish muhim hisoblanadi. Shu jumladan uskuna joyini o'rnatish, oldidan tayyorlash, uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish, xodimlarni o'qitish, dastlabki va malakali oshirish. Xavfsiz choralar.
Kasalxona qimmatbaho uskunalar sotib olishni rejalashtirganda boshqa manfaatdor tomonlarni, masalan, milliy yoki mintaqaviy sog'liqni saqlashning organlari, uning kengashi, bank yoki qarz beruvchi yoki donorlik agentligini investitsiya zarur va maqsadga muvofiqligiga ishontirish kerak. Kasalxona manfaatdor tomonlarini ishontirish uchun tuzadigan hujjat kapital qo'yinmalari rejasi yoki taklifi yoki ba'zi hollarda biznes reja deb ataladi. Investitsiya rejalarining tuzilishi va shakli turlicha bo'lishi mumkin bo'lsa-da, odatda kapital qo'yinmalar bo'yicha takliflarda yoki rejalarda quyidagi ma'lumotlar mavjud. Investitsiya takliflari rejalarini qayta ko'rib chiqishda quyidagi savollar sizga yordam beradi. Ushbu investitsiya zarurmi yoki boshqa kasalxonalar bilan hamkorlik qilish kabi muqobil variantlar mavjudmi? Ushbu investitsiyadan kimlar, qaysi bemorlar foyda ko'radi? Boshqa muhim va dolzarb investitsiya kiritish ehtiyojlari bormi? Qancha pul to'lab qilinadi? Ushbu investitsiya qanday usulda moliyalashtiriladi? Bank kreditmi yoki hukumat, xalqaro donor, xususiy moliya tashabbusi tomonidanmi? Va hokazo. Kasalxona foiz stavkasi yoki yillik ijara haqini to'lash kerakmi? Agar shunday bo'lsa, qancha? Uskunalarni qisqa muddatli operatsion rejalashtirish, uzoq muddatli strategik sarmoyaviy uskunalarni rivojlantirish rejalari tayyorlangandan va kelishib olingandan so'ng shifoxonada batafsil operatsion rejalar tayyorlanishi kerak. Operatsion rejalarda qaysi vazifalar va tadbirlar qachon davomiyligi, sanalari, muddatlari, kim tomonidan vazifalar va qanday natijalar, mahsulotlar, marralar kutilayotganligi ko'rsatiladi. Smart maqsadlarni va ko'rsatkichlarni aniqlash keyinchalik rejalarning bajarilishini nazorat qilishda va kerakli tuzatish choralarini ko'rishda yordam beradi. Shunga qaramay, uskunalarni rivojlantirish rejasi yakka holda tayyorlanmasligi, balki moliyaviy rejalashtirish bilan bog'liq bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Biznes va operatsion rejalashtirish, shuningdek, tadbirlar qancha turishini taxmin qilishi ham o'z ichiga oladi. Agar rejalashtirilgan tadbirlar juda qimmatga tushsa, biz reja qayta ko'rib chiqamiz. Rejani. Ya'ni tadbirlarni ularning ustuvorligiga qarab kamaytirishimiz yoki keyinga qoldirishimiz yoki qo'shimcha mablag'lar izlashimiz kerak. Operatsion rejalashtirish faoliyati uchun quyidagi keltirilgan nazorat ro'yxatidan foydalanish. Ya'ni ideal holda shifoxonada xaridlarni rejalashtirish va nazorat qilish bilan shug'ullanadigan guruh bo'lishi kerak. Xususan, ehtiyojlarni baholash, uskunalarni rivojlantirish rejalari va sotib olish bo'yicha takliflarni tuzish va ko'rib chiqish. Yillik ish rejalarini, sotib olish rejalarini, uskunalarni moliyalashtirish rejasini va tegishli o'quv rejalarini tuzish va ko'rib chiqish. Shartnomadagi texnik xususiyatlarni tayyorlash va ko'rib chiqish. Shu jumladan xizmat davri davomida qo'llab-quvvatlashga bo'lgan talablarni, foydalanish va xizmat qo'llanmalari, texnik xizmat ko'rsatish, ehtiyoj qismlari va boshqalar. Yoki binolar va kommunal xizmatlar, masalan, elektr, suv, kanalizatsiya va chiqindilarni boshqarish bilan bog'liq o'quv mashg'ulotlariga maydonlarni tayyorlashga talablarni belgilash. Quyidagi jadvalda tibbiy uskunalar bilan bog'liq yillik harakatlar rejalari ro'yxati keltirilgan. Ushbu bo'lim oxirida siz faoliyat harakatlari rejalari uchun ikkita shablonni topasiz. Ya'ni ushbu jadvalda uskunalar bo'yicha yillik ish rejalarining namunasi, ya'ni rejada qancha harakatlar qanaqa ketyapti. Ya'ni rejada yillik, misol uchun yillik sotib olish bo'yicha tadbirlar. Shikastlangan EKG apparatlarini almashtirish harakatlar. Markaziy steril ta'minot bo'limi uchun bitta asboblar to'plamini almashtirish. Stomatologik to'plamni almashtirish. Zaruratga qarab ushbu buyumlar uchun materiallar to'plamini sotib olish. Kerak bo'lganda ushbu buyumlar uchun o'rnatish oldindan ishlarini bajarish. Rejada yillik tiklash, ta'mirlash tadbirlari. Generatorni kapital ta'mirlash, koykalarni yarmini kapital ta'mirlash, oldingi yildan qolib ketgan. Yillik texnik xizmat tadbirlari, avtomatik plyonkani qayta ishlash apparatiga, elektr inshootlari uchun rejalashtirilgan profilaktik xizmatni joriy etish, santexnika inshootlari uchun rejalashtirilgan profilaktik xizmatni davom ettirish, qizil nurli filtrlarni topish va sotib olish, rentgen plyonka uchun to'g'ri proyavitel va fiksaj sotib olish. Yillik o'qitish tadbirlari, vrachlar va hamshiralarni EKG apparatlaridan foydalanish bo'yicha qayta o'qitish, kir yuvish xonasi xodimlarining kir yuvish tadbirlari bo'yicha malakasini oshirish. Ya'ni stilizatsiya nazarda tutilgan bu yerda. Kompressorlar bo'yicha ustalar uchun rejaviy profilaktik texnik xizmat bo'yicha mashg'ulotlar, ustalarning hunarmandchilik professional sertifikatlarini yangilash o'tgan yilgi olgan. Standartlashtirish. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan yana bir muhim masala bu uskunalar va materiallarni standartlashtirish. Kasalxonalarda odatda yuzlab turli xil tibbiy asboblar mavjud. Turli xil modellar soni qanchalik ko'p bo'lsa, qurilmalarni boshqarish va ularga xizmat ko'rsatish shunchalik chalkash, qiyin bo'ladi va qimmatga tushadi. Bu operator xatolari xavfini oshirishga mumkin va shuning uchun xodimlarni o'qitish uchun ko'proq kuch va xarajatlar talab etadi.
Uskunalar va jihozlarni sotib olishda standartlashtirish elementini joriy etish orqali shifoxona texnik, moliyaviy, logistik va boshqa afzalliklardan foydalanishi mumkin. Ya'ni tibbiy asbob-uskunalar zaxiralarini va ularga tegishli materiallarni baholash shifoxonaga uskunalarni standartlashtirishning potensial foydasi va imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ideal holda tibbiy asbob-uskunalar va tegishli materiallarni standartlashtirish quyidagi afzalliklarga olib keldi. Ko'proq miqdordagi va kamroq turdagi asbob-uskunalar va ta'minlanadigan buyumlar, masalan, ehtiyot qismlari, aksessuarlar va sarf materiallari kasalxonaga sotib olishni yaxshiroq va jadval bo'yicha rejalashtirishda hamda yetkazib beruvchilar bilan katta hajm hisobidan kattaroq chegirmalarni kelishib olishga imkon beradi. Bu esa umumiy dastlabki bahoni pasayishiga olib keladi. Kamroq turdagi uskunalar va ta'minot buyumlari sotib olish operatsiyalari sonini va natijada ma'muriy xarajatlarni kamaytiradi. Uskunalar va tegishli materiallarni shifoxonaning boshqa bo'limlari bilan almashib vaqtincha olib turish mumkin. Bu shuningdek texnik sabablar tufayli to'xtab qolishi holatlari sonini kamaytirishi mumkin. Xodimlar jihozlarning ishlashi va texnik xizmat ko'rsatishni to'g'risida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Chunki bu ular bilishi kerak bo'lgan turli xil uskunalar sonini cheklaydi. Bu shuningdek jihozlarni ishlatishdagi xatolar va o'quv xarajatlarini kamaytirishga, bemorlarning xavfsizligi va ish samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkin. Uskunalar texnik spetsifikatsiyasini, ya'ni xususiyatlarini tayyorlash. Uskunaning texnik spetsifikatsiyalarini, ya'ni xususiyatlarini tayyorlashda uskunaga bo'lgan umumiy ehtiyoj aniqlangandan so'ng boshlanadi. Ideal holda ular byudjet hisoblab chiqilib tasdiqlangandan va sotib olish uchun mablag' ajratilgandan so'ng yakunlanishi lozim. Jarayon turli tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu rasmni ko'rishingiz mumkin. Jarayonlar, harakatlar, asosiy talablar to'g'risida manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashish. Quyida texnik shartlar va ma'lumotlar varaqasini tayyorlash, ko'rib chiqish va yakunlash. Natijada uskunalar spetsifikatsiyasi, texnik va atrof muhit ma'lumotlari varag'i. Tuzilishi va tarkibi. Uskunalar spetsifikatsiyasi turli xil bo'limlarni o'z ichiga oladi. Ular sotib olinadigan tibbiy buyumga nisbatan e'tiborga olinishi kerak bo'lgan turli xil talablar va jihatlarni tavsiflaydi va yetkazib beruvchi ularga rioya qilishlari kerak. Odatda spetsifikatsiya jadval shaklida tuzilgan bo'lib, keyinchalik xaridlar uchun nazorat ro'yxati va baholash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. Spetsifikatsiya kerakli uskunalar va ularni sotib olish uchun xos bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni talablarni o'z ichiga oladi. Bunga quyidagilar kiradi: tibbiy jihozlarning tavsifi va kerakli miqdori, aksessuarlar, sarf materiallari va ehtiyot qismlari turlari va miqdori, joylashuv va ish muhitini o'z ichiga olgan qurilmalardan foydalanish maqsadi, qurilmalarga qo'yiladigan funksional va ekspluatatsion talablar, sotib olinadigan tovarlarga xos bo'lgan boshqa talablar. Hujjat shuningdek quyidagilar haqida ancha umumiy ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Misol uchun milliy qoidalar va standartlarga muvofiqligi, o'rnatishga qo'yiladigan umumiy talablar, kommunal xizmatlarga qo'yiladigan talablar, sotuvchining sinov o'tkazish majburiyatlari, taqdim etiladigan qo'llanmalar, yetkazib berish va sug'urta o'qitish, foydalanuvchini qo'llab-quvvatlash kafolat muddati, qamrovi, texnik xizmat ko'rsatish va servis qo'llab-quvvatlash hujjatlarga qo'yiladigan talablar, ehtiyot qismlarini almashtirish manbalari, umumiy baholash va sinov hisobotlari. Ba'zi uskunalar, masalan, murakkab yoki import qilingan buyumlar yoki siz uchun yangi bo'lgan uskunalar uchun quyidagi element satrlarni belgilashimiz kerak bo'lishi. Uskunalarning texnik spetsifikatsiyasidagi qo'shma ixtiyoriy bo'limlar. Misol uchun, qanaqa elementlar yoki tushuntirish misollar. Misol uchun, birinchi element joyni tayyorlash va tafsilotlar. Ta'minlovchilardan texnik ko'rsatmalarni va tafsilotlarni so'rang. Shunga siz ushbu ishni o'zingiz yoki tashqi shartnoma asosida rejalashtirishingiz mumkin. Keyingi element o'rnatish, agar kerak bo'lsa bu masalada yordam so'rash. Keyingi element ishga tushirish, agar kerak bo'lsa bu masalada yordam so'rash. Uni ham keyingi qabul qilish, o'qitish, texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi va shu kabi ishlar. Shuning bilan ushbu darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.